Посмотрите, улыбайки, какой сладкий ребенок. U ko'chadagi itlarga shunchaki hayvon sifatida emas, tirik jon dardini ayta olmaydigan beozor mavjudot sifatida qaraydi. Все мальчики. Har tong ularning oldiga bir bo'lak non emas, avvalo mehr olib chiqadi. Shahzoda Sadirova Najot nomli ko'cha itlari parvarishga mo'ljallangan maskanga asos soldi. U bir muddat Germaniya davlatida mehnat qiladi. U yerda turmush o'rtog'i bilan jonivorlarga, xususan ko'cha itlariga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikka guvoh bo'ladi. Ana shu manzaralar unda chuqur ta'sirot qoldiradi. So'ng Andijonda maskan tashkil etiladi. O'zim mushuk sevar edim. Mushuklarni yaxshi ko'rardim. Itlar o'zini o'zi himoya qila oladi deb o'ylaganman boshida. Ko'chada masalan ko'rsiz it ishlaydi deb o'ylardim men. Bitta it boqganman o'zim uyimga ko'chadan. 48 soat uxlamaganman. O'lib qolmasin deb. Shundan keyin boshlaganman. Nimaga endi uyimizdagi itlar maza qilib yashayapti. Bular bechoralar axlatxonada qoni to'ymasdan haligi o'lib ketadi yoki birorta odam qattiqroq uradi yoki olib ketishib nima qilsa qila oladi, chunki bular qayerga ketyapsiz, nimaga olib ketyapsiz, o'lib ketsa ham nimaga deb so'ramaydi-da bular. Shuning uchun boshlaganman. Так, сейчас мы вот заходим. Keroqlaring bular tegishmaydi hech kimasi. Hokimlik tomonidan ko'chadagi itlar uchun maxsus joy ajratildi. Hozir bu yerda 300 tadan ortiq turli yoshdagi kuchuklar parvarishlanmoqda. Ular bu yerda ovqatlanadi, yashaydi, veterinar xizmatlari ham ko'rsatiladi. Shahzoda itlarning sovuqda qolmasligi uchun joy tayyorlagan. Och qolmasin deb ovqat beradi. Ular kasal bo'lsa qaraydi, bag'riga bosib uyiga olib kiradi. Ammo uni bir narsa qiynaydi. Itlarning dardi emas, insonlarning bu holatga munosabati. Kimdir tepadi, kimdir haydaydi, kimdir kuladi. Shu payt uning yuragi zirq etadi. Uni bir savol qiynaydi. Nimaga bir jonni asrab avaylash kimdadir insoniylik, boshqasida ortiqcha tashvish bo'lib ko'rinadi. Qonuni to'g'az olmayman. Bunga pul topa olmayman, to'g'ri. Lekin haligi nima deydi? Mashina urib ketadi. Oyoq qo'li singan, shunaqa narsalarga men ojiz qolaman-da. Shu paytda haligi ayol kishi bilan nimaga menga hech kim yordam bermaydi. Shunaqa narsalar, shunaqa alam qilib ketadi. Uyga borganingizda o'ylayman, uxlamayman kechasi bilan. Вот это наша зайка, она смотрите какая капа. Shahzodaning yonida itlarga g'amxo'rlik qiladigan volontyorlar ham bor. Biz har kuni bu yerda itlarga oziq-ovqat keltirib beramiz. Jarohat olib keltirilganlarga yordam ko'rsatamiz. Lekin biz ozchilikmiz, deydi volontyorlardan biri. Это наш казан. 250 litrов здесь. Hozirda qishning sovuq kunlarida kuchuklarning oziq-ovqatida va dori-darmon masalasida yetishmovchilik bor. Chunki yordam berish uchun har doim katta ish shart emas. Bir qop yem, bir soat vaqt, bir og'iz so'z ularning jonini saqlab qolishi mumkin. Hech kim qaramaydi. Necha marta borganman yordam so'rab davlatdan. Itga deyishgan. It nima bo'pti? Itga yordam berish mumkin emasmi? Bularni ham Xudo yaratgan. Mana shu narsa ushab turadi. Hatto erim urushadi men bilan. Bizga ko'proq qo'shiladigan ko'ngillilar kerak. Hech bo'lmasam yordam berib, bitta joydan ushaydigan ko'ngillilar kerak. Keyin bizga mana shu tomonimizda, orqa tomonimizda qo'shiladigan zaborlarimiz bor. Shu zaborlarimizga yo hokimiyat yordam berish kerak yoki bir tamta sponsor kerak bizga shu yerda kattaytirishimiz uchun. Chunki biz sig'mayapmiz. O'sha sig'mayapmiz. Sig'sak, qo'shimcha joy qilib olsak, biz yana kattaroq uychalar, shunday narsalar qursak, ashitlarga joylaymiz keyin bolachalarni. Mana shu bolachalar faqat qorovulxonalarda yotishibdi. Ozchilik bo'lsa-da jamoat taslim bo'lmayapti. Ular biladi, ko'chadagi itlar o'z taqdirini tanlamagan. Ularni tushunmaganlar ko'pdir, lekin tushungan bir necha yurak bor ekan, umid yashaydi. Gulzira Rustamova, Nasibilla To'rajonov, Zamon informatsion dasturi uchun.